Ochil chosh asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chosh so'pillari. Apa? Berna, öğünü tuttu. Öğlençik tuttu. Ne tuttu? Qaraganda bizni o'y ketgan o'xshadi. Sen oydun ha? Bundaq bo'lsa dada, nemishqa ozma emas, jiqma emas. 3 oy bo'ldi. Shu emasmi? Men bek hayron. Dada nemish 3 oy deysiz? Hay ballam, o chunqur o'ylab ketadigan ishmi emas. Menimcha 3 oy muvofiq. 3 oydan uzun bo'lib ketsa, keyin sizlar avorchilik tatib qolasizlar. Qisqa o'sliq bo'lmaydi. Shunga shundaq bekitgan. Qani, çay ishkash, paranglashayli. Çay geldi. Rahmat, ballam, rahmat. Alafkam. Mashbay acha, rahmat. Alafkam. Yarına ila. Rahmat dada. Ay, cesur kelmabdi ku Berna. Cesurga. İşten düşüp gelem da. Men cesur demayli keliverdi. Nima? Oy bu bunda qısa. Shu dada cesur desam unmasmiki deb qo'rqib shu o'zimni kelivergandim. Cesur bilmaydi da. Ulan, xudolar biladigan-da. Bence ular hozir bilib oldi deyman. Apalan hech kimga demay ketdi o. Ansirma dada ishim bo'lmaydi. Ish qilibchi men ketmayman. Balam, xudolar bilmayli kelsangiz ular ansirab qolarmiki? Oy şu, atanınız bilmez ensireydi kızım. Biroq men bundoq qilsam bu kelishim o'ng'ishli bo'lmaydi-da dada. Lekin cesurga demayli yolg'iz kelsangiz qanday bo'ldi o'singlar? Ansirman acha. Men kelgandan keyin cesurmi keldi? Shunday emasmi? Ha, bo'ptamsa. Noila Shuncha dada, men apqina. Menchi bugundan boshlab 3 oy mushu o'tiray. Bulamda. Dada, ma'quldimi? Bo'lmamda. Bo'ldi, balam, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bugundan boshlab mush o'tiring ha. Rahmat. Xislat. Endi sizmi bir turmush ishlarini bir Voy dada. ha. Ha, bo'ldi. Ishqi bordiganlar, ish qilmanglar, kechikib qolmanglar. Ha, Qaysar. Sen uydagi o'jrangni kelib nima pos bir nimalarni yig'ishtirib, meni uyamga akir, men bilan birga to'g'il. Nimishqa? Ha, ashada o'yna. O'jrangni baka qilib, Berna achaga bergin. Sen men bilan yotqin, ha? Ha. Balam siz birdan damel o'ylang. Atdiganda qo'pib aqchan biraz charchab qoldingiz, ha? Xislat. Men do'konimni bir achay, ha? Vaycan. Teşimi kattık o. Vay balam, beşiğinin işini mi teşini mi katırmay vaxtıda işinge bara keçki sayılı. Ha, ma kagan katkan sizler jığıştırıyordunlar, cımı? Maqlatma. Nasırım cesur hakkınızı ekleştirin. Ha, maqlatma. Ay, bo'ldi, Rana. Ne yapalım ben seni? Qayerdan ishtirayapti? Rahmat akam. Derhal berip Berna'nı qaytarıp gidin cesur. Gerçi o öz karar çıkargan bolsa bunda kız bo'lmaydi. Onun ketganligini bilmediniz.
Ben mi şu emdi bildim. Xotinimiz yük taxtini yig'ishtirib chiqib ketsin bilmadingizmi? Şu kütüphanada kitap görüp oturup uxlab qaptım ben. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Barna o'yga berib tursa qat'iy bo'lmaydi. Bugili berib Barnani qaytarib keling, bildingizmi? Bildim. Alımka, ben sizge dedim go, ulan çokum kaytıp keledi dep. Bek yaxshi bo'ldi ukam. Bu ish bek yaxshi bo'ldi. Alımka, qaraganda o'yinimiz heli kuchini ko'rsatdi ha. Bu ishdan sizni bek to'la avar qildim. Sizga rahmat ukam. Yo'q, Alımka, undan dema. İşenemsiz, işenmemsiz bilmedim. Bu qitimqi delo, men yo'liqqan delolar ichidagi eng ahamiyatli bir delo bo'ldi. Alımka, navodi balaringiz niyatidan yenib olsa, men davomli bu o'yinni siz bilan birga o'ynashga tayyor. Rahmat ukam. Rahmat. Ish boramsan? Ha. Senmisan, nima cho'rsan? Berna qani? Uchrona. Qo'y, ochiq ekan. Deyman. Chiqdi yerlikdan to'g'ri. Cho'ng urush chiqib ketdi. Sizdan chiqmay. Cesur. Tez kelibsiz-ku. Men taqsin kechkilam kelibdiman. Bu yerda mi chiqyapsiz? Men dadam bilan kelishganim bo'yicha buniki mushu turish qaror qildim. Kim sizga bunday qilin dedi? Hech kim undadim-de. Shu o'zim mush qarorni chiqardim. Bana bir gap qilib qo'ymay. Berna sizlar nima o'ylayapsiz? Nima bunchalar chiqlaysiz? Men o'zingizning fikri olsin deganmi shunda degan-ku? Shunda bo'lsa menga bir maslahat berib qo'yishingiz kerak-ku. Sizga maslahat solsam siz meni tutib olasiz. Siz hozir dadam bilan opamning ko'ziga qaraydigan tusiz. Nasrin sening ha? Yo'q. Dadingiz opangizni saqlayotdi. Men ketmayman. Men dadam bilan aran test kelishdim. Men ketsam kelishim buzildi. Nasrin sening davatma Berna. Yo'q dedim. Bu men uchun tunji qayta mustaqil qaror chiqarishim mening qarorim hurmatlang. Men mushu yerda 3 oy turganim turgan. Cesur men ketmayman. Berna! Berna! Amma Cesur men akitman deydi, men tez yo'shirib qo'ysammi? Qayda tez og'izdan o'yin kiraylik ashtiqim. Berna! 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 Shuncha? Men ketmayman. Berna, nimada qilsiz shuncha? Men niyatimni yondirolmaysiz. Men mushu yerda 3 oy turganim turg'asiz bilib qolsangiz bo'ldi. Berna, shuncha? Oy cesur. Bo'ldi qila bolam bo'ldi. Senço qara, tezroq doktorxonaga ishga berivergin. Buchu sening xolig'ingdek bo'ldigan ish emas. Shu emas bu qara yuk taqini map kepti. Kep bo'lganimni aytmadim sen. Bu sizlar bunda degan bilan uning uydagilar ochiqdan yerilib ketay deyapsiz. Voy bilme balan bilme. Oy sen ondan düşünme. Lekin Berna ketmeymen davassa. Ha? Menço Berna ondan nasihat qilay. Sen onguchu doktorxonaga ishga berib, kechdi baldırroq ishdan tushib kel. Ondan keyin birim deyishayli. Ma'qulmi? Balam. Nima? Cesur, siz o'zingiz yenib chiqdingizmi? Bo'ldi apa, bo'ldi, xotirjam bo'ling, ha. Men ishdan tushib elib boray. Cesur. Bu Berna siz nima desangiz anglaydigan to'sa, ha? Acaba uyingizdagilar birdamlik Bernaga gapga yutib, sizning gapingizni anglamas qilib ketdi-da? Hey apa, undami deb ketmang. Bo'ldi. Bunda quruq gaplarni anglim yo'q. Cesur men deb qo'yay. Agar Bernani bugun qaytarib aytmasangiz, men bu ishni bundoq bo'lib ketmayman.
Виктор, bugungi xizmat kun tartibini doklad qilay. Xislat. 3 oy ichida mendanmi yaxshi nomzod yo'q sizga? Nima? Qo'shilmaymi? Undaqda mush gaplaringizning hammani dadamning oldida bir so'zni qoldirmay turib deyalamsiz, direktor. Demaysiz. Ham unda qilmaysiz shundaq-ku? Bu men Undaq bo'lgan ekan, bo'ldi, mishagichi bo'lsin. İşlerimga aralashma. Ko'nglingiz ko'p rahmat. Undaqda bugungi kun tartibini doklad qilay, direktor. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Vətib erkin çıxırıcı. Vay neminəng? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Mən Dilkan Xalqara Sodi Çəkiliş şirkəti tajdarlığını alğan At Arzusu filmidəki Polat direktor. Dilkan sizlərə nimi tayarlığandı? O zadı nimidir? O zadı nimi tayarlığandı? Diqqətiniz ekranda olsun. Çay içsiniz? Rahmat. Yana sizni avar qildim, qo'shnam. Hech qisi yo'q. Vallahi bilan aplashib qolganingiz pek yaxshi bo'ldi. Shuni dana. Qani içsiniz? Oy. Xudam, yaxshimi? Undan turdingizmi? Yaxshimi? Uy kirayli. Bo'ldi. Men demasam, o nima kelganini bilasiz-ku deyman. Berna uyda, uy kirayli. Bo'ldi, mishat parangiz. Amsi bu yoq kirayli. Jira, qani. Parizat. Berna'nın hapis ketdi. Dükkanda oturdu. Berna! Voy balam, nima vaqiraysan? Xudun ketdi. Qaysi xotun? Berna'nın opuschu. Ha, u xotun ketdi-da. Nima ish bo'pti amma? Kim ketdi? Qudi ketdi, quda. Nima? Opam ketdimi? Men aketgilga yaxshimamdi. Siz bir chiqib kirsangiz bo'g'dakchimi? Men chiqsam bo'lmaydi-da, men chiqsam men akasi kelishim bekor olmamdi. Ammo Voy balam, bak jiddiyleşmey topturun ha. Ha balam, qudu nerede? Tag'am bilan do'konda birlikka. Balam, sizlar topturunlar. Mençu özem bir kirib chiqay, ha? ammo Sizchu ansirmang. Opam o'z bir taraf qila oladi. Hazır mening gelimden sum o'tmaydi, xudo. Bernani chaqirib passingiz bo'pti-ku. Bu to'yimga tazim bir ko'ngilsiz to'y bo'ldi. Bu salonda qiziqishlar yuz berdi ekan, ha? Odamga xotirjamlikmi yo'q. Belki set oldu xudam. Endi Xudo, men jiq gap qilmay. Bernani sizga chaqirib beraman. Voy xush gapsiz xudam. Qanday xina? Ha, qani o'tiring. Shu, Bernani olib kelgan. Ha. Berna
Berna ketmeymen deydi. Voy, nimanda gap qilsa? Voy şu aka. Voy Berna öz ketmeymen, men qanda qilatdim. Berna vago bu öyni bek yaxshi ko'rib qoldim. Mushu uyda turg'im bor deydi. Qiziq gap bo'ldi bu. Sizlar qizimni uyga solab qo'ymagansizlar? Qandaq gap bo'ldi bu? Voy cho'ng odamni qandaq sulab qo'ygani bo'lsin? O'zi kelgan tursa, o'zi ketmeymen desa, biz qandaq qila olaydik? Mening o qizim-chi qarang, bek oq ko'ngil, bek sodda. Bu qudam bağı arznoma yozib uni ekib olgan. Voy hech nima yo'q. Bundaq deb ketmayli. Berna vago agar sizni bek ansirasa, o'zingiz kirib suzishib boqmoqsiz. Bizning Berna xuddi yog'nomachidagi börekdek cho'ng bo'lgan. Sizlar uni bu uyda japa qo'ymoqchimi? Qudam. Berna siz uchun yog'ning ichidagi börek bo'lsa, biz uchunmi shundoqli o'xshash. U degan bizning o'zimizning bolamizga o'xshash tursa, unda ansirab ketmang. 3 yil emas. Faqatli 3 oy. Meningmi o'g'lim, kelinim bilan birga turish huquqim bor deb o'ylayman. Qudam. Parvar. Qudamni uyga boshlaylik uka. Voy başlay aka. Başlay. Qani uy kirdi. Hech u kuningni bek yaxshi ko'rdim jo'm. Sirayliqlar. Mamma. Keldingmi aka? Sizlar barangcha yezinglar. Xo'ping'a Berna. Xo'ping'a Berna. Sizlar nima qilmoqchi? Bunda qilishim sabab faqat birla. Siz uchun. Unda siz boshlab aralashmang, men o'zim hal qilay. Uyingizdagilarning oldida meni bir tanqislikda qo'ymang Berna. Rahmat dadam bilan kelishib bo'lgansan. Nimadan tumsan qildi? Berna. Ketgan so'z o'zingiz keting. Hech qanday ketmayman. Ben muşlarının hemmisini siz için qilyapman. Siz tek tushunmadingizmi? Voy balam nima bo'ldi? Ammo Jasur men aytman deydi. Voy Jasur nima ish qilyapsiz balam? Mamani amal amma. Oy. Jasur bundaq joylik qilma. Bernani o'zmaylik qo'yib bera. Neymiş bo'ldi? Yana qanday qalayim qajir chiqyapti? Dada Jasur men aytman deydi. Neymiş qaytdi dika? Bilmayapman dada. Ush bo'layotgan qalaymiqanchiqning hammasi sening sababingda. Sen mendan norozi bo'layotgan o'xshamamsa? Bo'ldi. Bu ish oson. Nerede ko'rishligimizni bilsan-ku? Bilma. Obdan bilma. Bunda qiynalib yurgandan sotib ko'rishlikni ko'rishaylar bo'ldi. Yo'q, dada bizda hech bo'lgan-ku dada. Dada. Sen nima maqsadda bunda qilmoqligini bilmasanmi? Lekin menimcha qilmoqlashlaring hammasi ahamiyatsiz. Berna, juramiz ketaylik. Men ketmayman. Joyliqimda juring ha. Ketmayman ha. Hey Jasur. Ketmamsiz? İxtiyoringiz. Jasur. Qo'y, yana o'zingiz yolg'iz kelibsiz-ku, Bernachi. Berna o joyli qilib kelgil unimidi. Shundoq deblam Bernani yolg'iz qo'yib keldingizmi? Aba o o'zi unimisi mendan nima amal? Siz
Qandaq asta. O nima ish kerak olmaydi? Berna degan jahondagi eng oq ko'ngil, eng yavaş bir bola. Shundoq bola. Asta. Men hozir baqo nima deyishimni bilmayapman. Og'zimga gapni kelmayapti-da. Achchidan yerlaydi qoldi adam. Nima qilayim qo'shiq bu? Bunda bo'lishini kim bilgan? Balam, ana çıkma. Nega bo'pti bu bolam? Xushxabsan dada. Yaxshi, yaxshi bolam. Keling, keling. Canım, xushib ketkinmi? Hoşundaki. Bugün naştılıkla bek o'xshagandek qildi. Voy aka, san tetig'idek naştılık bo'ldi, jimi? Uyqusi qalmaganda qashqandek turdi. Oy, meni shoir bolam tili chiqib qoldi. Paylasib bo'lib ketadi bu cho'q. Ha, qani, kelinglar. O'tira. Kelin bola ta qo'ymoqdimi? Ha, men chaqiray. Ha, ma'qul qozam. Kira. Nada. Dada, turg'a. Men noshta qilmayman. Tag'amning shartining birisi, cho'qim attigan turib bil noshta qilish kerak. Rosa. Tur. Su. Nima? Bir stakan su. Su. Siz bilmaysiz ha. Bundan keyin men uyg'otganda bir stakan su ag'ash kiramiz. Meni atti o'rnimni qo'plab suv ichirga atdim batdi. Ha, ma'qul. Bundan keyin so'yilib kirib o'g'day. Yuzim ishib ketibdimi? Yo'q. Shuna chiroyli. Amis men kiyimimni yangilab chiqay. Ha, ma'qul. Rahmat qizim. Kechiringlar, saqlatib qo'ydim. Ha, keling. Dada, yaxshi uxlabsizmi? Yaxshi qizim. Hammalar yaxshi aramabsizlarmi? Yaxshi. O'zingiz-chi qizim? Yaxshi dada, shu o'rnim almashqachqa, oqshom kecha uxlayolmay atiyam vaqt qolib qoldim. Kechiringlar, sat Hech gap yo'q. Rana, bir stakan suv keltir. Ma'qul. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoldi ekanmiz.